Pallon, bu ishni biz tekshirdik. Er-xotinlik munosabatingizni obdan hal qiling. O'ylab beqing. Siz yezliq mahkamaning boshlig'i, Loyin bozorining sarkisi. Bunda qilsangiz ta'sir yaxshi bo'lmaydi. Bizning o'ttirimizda er-xotinlik ziddiyatdan boshqa sinfiy ziddiyatmi bor? Tarkibinglarning o'xshamaydiganligi rost. Biroq hissiyotni siyosiy bilan birlashtirib olmang. Birlashtirmasam qanday bo'ladi? U doim pomishik atansiq yapdi. Maydonimda chang turmasam bo'lamdi. Bilemsen. Leo Maudi'nin beşi yerilib ketibdi. 2 kundan beri hoşsuz yatıdı. Doktor onun ahvalini xatarlik deydi. O'tni kim tutsa, shuning qo'li kuyadigan gap. Jangshuji. Men bir niyatga keldim. Uningdan ajrashiman. Siz bir niyatga kelgan bo'lsangiz, Liyomimi qo'shilsa, ondan ajrassanglar bo'ladi. Vay. Ha? Liu Maudi o'ldi? Liu Maudi o'libdi. Aka! Ben qaytib geldim. Van çoqqini miyip geldim. Onu bağlala. Hop! Hey! Hey! Aka! Bu nim qığınınız? Bangnim ya. Ben seni Cüencen bilen bile Wang Chokor'unu tepişik evetsem, onunla kaçıp gitipsen ha? Ben kaçmadım. Ben qaytib geldim go. Fuşang ibadetxanasına bağmadın mı? Badem. Bu asili kığının go. Ben asil ağıp da göç. Onu tik kıyadın taşı bitin la. Aka! Bana rahim kılım. Bana Aka! Bana rahim kılım. To'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Lo'atirib bakimle. Menimcha uning rahim qilgin. Rahim kığın? Neymiş ki rahim kığıdakman? Wang Jinbyo bilan Jan tog'dan tushib birinchi qatim meni qutqizamagan. Shunga Fushan ibodatxonasiga berib, Lilodani chaqirib meni qutqizib chiqdi. Jan Jungto'ning ishbiyoni tursa, Wang Jinbyo uning bilan qarshilashardi. Shunday qilmasa bo'lmaydi. Chokor, sen epkegen pulchik kini, eke! Pulni chekindamsa, shu Liloda tatib oldi. Nima? Lilovda tatib oldim ha? Sen o'ylab bakmamsan. Liloda bilan Jan qandaq odamlar. Men ularga teng kelalaymanmi? Wang Chokor, pulchikini ekenmey turup, korkmay geldin mi ha? Çinin la! Wang Chokor'umu tıkıyada taşı bitin la! Wang Chokor, nimi külü sen? Ben hakikaten düşünmedim. Kompartimo. Kallamni alaman deydi. Sen mi alaman davatısı? Ben nemiş ki hiç gibi yaxşı olanmaydın andime. Yaxşı boğudak nimen battı senin? Man qara, konularca hürmet etgenge tazim et. Men degan qo'lidan ish keladigan odam, mendek bir qobiliyatli odam birasiga chin ixlos bilan yordam qilsa, uni naf yetkazadi. Maha gapni bilib ol, dananing bir do'sti ko'p debdiki. Bu shu kompartiya meni ishlatmasa, buning yo'li boshqa. Ikkimiz birga shuncha yil nurg'un ishlarni qilib ketdik. Pulnimi hali yomon emas topdik, shunaqa ha. Sen tek hemen koğlunda kandak planlarının bağlılığını bilmeyseydin ha. Boldu. Aslik birimiz kileyle. Pul malga bu yerde erişemezsek başka yerde yine bağ. Senin için yok mu? Başka yerde? Şunda. Nerede bağ? Vay boldu. Bu şu adım gerçekten sınav kaptı. Menece ayaksız tik yerden taşlı etkin 32. Bu dünyadımca bak rahim inip gitti benim. Hayatımda müşiyede ahırlaştırayım. Wang Jinbyo, bana
Tangırdan darga billa barayla. O bizga katta ziyafat qilib berdi. Mana. To'xta. Manchokor, nega ko'rsan? Ya o'ladigan bo'lgandikan, tezroq o'lay. Hey! Manchokor, sana chaqchaq qildim. Buni rastlab qoldingmi? Sen bana çak qildi. Bunda çak-çakni bundan keyin qilma. Men to'g'mi yurak, yurgim chiqib ketdi, qil qoldi hozir. Aka, meni chaqchaq qildingizmi? Kim sana chaqchaq qildi? Mana! Ulan bigem, ötünüp qalay, meni tili bilan Mana! Latat başlığı. Unda qilma. Odamni ko'p ko'ma, pulni ozgan gapni unutib qolganing nimasi? Mush og'zing bilan toshni ertsan jumi. Qo'y tingla. Oğlum bigem, rahmet sizga. Mana bu. Anlab tur, ha? Xotin haqni do'stdan a'la bilmajmi? Haddimmi? Oğlum bigem, bu şapqatingizga men cho'qim javob qaytarman. Arak keltir ular. Wang Chokur bilan bir içsey. Ajab bir ish bo'ldi-ku. Nima qilay deysan? Amal yo'q. O odam o'ldirdi. Pandumchak, bunda qilsang bo'lmaydi. Bu Jang Shujining ko'rsatmasi. Uchinchi yanga. Yiliq oqshimi yezliq mahkama ishxonasida Liyo Meyshoyining siyoqi kirvaga ishda og'zingizni chang tutasiz. Shu chog'da Liyo Meyga yordam bera olayman. Bo'lmasa men hammadan teni olaman. Ablah. Yanglıyor. Yaxshi, o'tiring. Kari jadalini yodlab turinglar. Yanglıyor, Pandumchak yo'lni tutib ketdi. Limovdining ish sababidimi? U buni Jangshujining ko'rsatmasi deydi. Buni men aniq bilmayman. Biroq qo'rqoqcha yo'lni odam o'ldirdi. Uni bir taraf qiladi. U qasddan o'ldirmadi. U Pandumchak bilan urushib qilib, ehtiyotsizlikdan bo'ldi. Toshning limovdiga tegishni o'ylamagan. Buni men aniq bilaman. Jangshujiga doklad qilay. Yeniroq bir taraf qilsin. Xotirjam bo'ling. Endi tez bering. Yanglıyor, hozirlab bering. Ma'qul. Turib turing. O'rlashtirib qo'ying. Jiddiyleşmang ha. Savoqdoshlar, sirtda ishim chiqib qoldi. 2 soat muzokara qilib turinglar. Manchokor. Arig'ini liqlab qo'yay, ha. Yana o'ylamaysan, ha? Qara. Xo'sh. Manchokor. Sen degan mal dunyo zodi qayerda? Dingdongdan anlasam, yig'ib olgan ko'shuvlikning
hammasini Anjudagi ashliq omburga yig'ibmish. O'ylab baq. Men qabristonlikqa yushirib qo'yganning o'zila nurg'un mal dunyoti. Sen bu Anjun ayzida nurg'un pomishik ham tutunbek var. Ulardan chiqib olgan mal dunyo albatta haddi hisobsiz bo'ladi. Yaxshi. Men hozirla tog'dan tushib, Anjuga hujum qilib, bu mal dunyoning hammasini bulab kelaman. Obda o'ylabsan. Agar o mal dunyoning hammani qo'liga tushirsang, shu Lungin tegida bandi top nima qilsa deyman. Bundan ko'ra chet elga qochib ketib, xotirjam yashmabsa, o'tganda chet elliklar pandimchakdagi haramliqqa tinchlik bilan berganda, men jo'ndan anglasam, Amerika, Angliya, Fransiya intan obdayalamış. Ula bazağa çıksa piyade mağmay bir acayip bir xil maşinada oturdu ki. Bu maşina çıktal tümürünün üstünde bağlamış. Bançakor, men Şanghayga borgan, uni relislik tramvay deydi o. Şu çıktal tümürünün üstünde maşina olsa elbette relislik olur da o. Hey, relislik emas, relisli. Relislik kuşu. Hey. Sen erislik davatsan. Erislik degan odam eris qiladigan degan gap. Mening deginim relisda mangdigan mashina degan gap. Vay voy, nim bo'lsa bommamda ish qilib chatlarni shu g'alati narsa bakli ko'p. Chet elga chiqsam, toza bir obdan ko'ngil ochaman. Heliqi seriq chosh, ko'k ko'z, ajnabiy qizlarni kunda yangishlayman. Sen liqi kunda xotnadigan ajnabiy podshoh bo'ldingsan. Bançakor. Şu çağda sinema ep çıkıman. Çıkımın menden. Sen New York, Londonlarda tütün begi bolaman desen, mana men koyman. Aran kichikkina tütün begi bo'laman ma. Yak. Men seni hakim qilay. Hakim kichik bo'lib qolg'anak. Amisi men seni zontun qilay. Zontun? Ben ecnebi çıkarttım o, ecnebi çıkarttım bilmeyden tursam. Qandoq zontun o'limma. Qiziqadi kelsa. Bançakor, senin ko'zing faqat echilmabdi. Seningcha zontunlar hammani bilama? Qo'l ostidagilar hammani o'rlashtirib berdi. Bir eg'iz gap qilsa, işte qo'l ostidagilar qiladi. Ay, usa onda degan bilan men aytdim, maqta va meni bilan aroq cheli. Bançakor, aroq ichishga oldirmagan. Cho'ng ishlarni texi maslahatlashmadik. Mal dunyoni qachon bulaymiz? Vaqt kelmadi. Texi vaqt kelmadi. Hey, qandaqsiga vaqt kelmaydi. Yana azroq avarchiq bak. Bançakor! Ceninin boşluğunu, ben sokup sen! Liyomey, sen rahimsizlik qilding. Endi mendan og'rinma. Agar shu kuni Liu Maudining keyniga o'tib olmagan bo'lsam, men o'latdim. Askar, Pa,
Han başliq, nima ish? Sen bu aloqani noillik hukumatga olib borib ber. Ma'qul. Uni menga bermisiz? Tez berib kel. Ma'qul. Men Yomini yo'qlab keldim. Pan başliq uni uydagilardan boshqalar bilan ko'rishmisan degan. U tamoq yedimi? U pan başliqning xotini, ham qilma. Osh qolmaydi, qaytib keting. Wang Begim. Hoca. Hoca. Sen aramlık ne vadem? Hacet khili. Sen mi xotnasan ulatdi? Qaysi xotinni olaman? Siz mi bilasiz? Men Lo'yin bozorida yot hisoblanaman. Keliblar sizga qo'riqchi bo'lib, ijara haqqi qarz so'yladim. Men yurtdoshlarning nazarida olvosdi, yaloqchi. Ikki o'g'il bo'lib uzun o'tmayla xotinim o'lib ketdi. Kim menga qizni yotliq qilsin deysiz? Azod bo'lib, texmi taskunga qoldim. Bo'lmasa siz bilan anjoq hech ketamdi. Kon cemiyet her işkilimizni yalaq çıkıp koydu. Öz putumuzga özümüz paltı çapdık. Bu ay bu kunlarda yaxşı gün görüş tasib ketdi. Yanına poytaxtlık yaxşı ki. Hey, bana rast gap qila. Ilqi uçaq muvakkili xaritasini saramni o'g'irlaganma? Hey. Wang Begim, sizde qandaqsiga o xarita bo'ladi? Bu ne so'rab yurmagan. Bu ishning o'zguchilik asosi bor. Ma'qul, so'ramay. Bu qitim ularning sebiga qo'shilib qoldim. Kunlarning birida hukumatning qo'liga tushib qolsam, mening tugashkinim shu. Xotin ilishim mumkin emas senga. Voy adamning ro'yini tushirdigan gaplarni qilmag'ina erdim. Agar mening gapimni anglab, menga agishib mangsanglar, hargiz ziyon tortmaysiz. Xotin ilib o'lik o'choqliq bo'lishingga amonaman, o'tdi qilaman. Qayta tutilib qolsam qanday ekan? Bo'ldi, og'zimni tatliq qilmanga. Ben zaten kaçan lazımdı durmagan. Sen aramlıkka azırak etip birey. Gönceller beni kutkusmuş mu? Ben yenila tak çıkarttım. Bu qanday gap? Pendim çekişken haritamda oğlab hükümetke beriştim. Bu kazık işte. Hükümet ahir gelip yanılan beni işletti o. Hükümet sizni işletti mi? Vallahi değişmeydi. Olaylı.
Üçüncü yenge. Ha? Keldingizmi? Üçüncü yenge. Meni chaqirib ekansiz. Mandaq ish tangji ishi. Qandaq gap bo'lsa davring. Tilingizni chaynamang. Vang begingiz. Ha? Panboshliq. Ha, eshikni och. Ha. Bundan keyin uningga tamoq akamanglar. Uningdan men xabar olaman. Qizimning holidan o'zim xabar olaman. Apangız nima deydi? Ha? Bak qo'rqib ketmang, ha? Ish bo'lmaydi. Odam o'lgan bo'lsa-mo, siz qasddan o'ltamidingiz, ha? Men yuqoriga xat yozdim. Sizni qo'g'dab qolaman. Xotirjam bo'ling. Meningcha, at o'yin sizni qo'yib berdi. Sen vazi. Ata qapam qani. Ata qapa. Ota qizim. Ataq dadam ag'rib qoldimi? Juring. Bak qizib ketibdi. Ataq dada. Ataq dada. Ata qapa, tiyib chaqirayli. Men chaqiray. Ma'qul. Ay, xo'ja. Nega mamas? Dadam ag'rib qapti, tiyib chaqirib kelay. Ay, men bilib boray. Ma'qul. Xaloyiq, tez beringlar. Yomini ep ketyapti. Xaloyiq, tez beringlar. Yomini Qayerda? ep ketyapti. Tez beringlar. Bozor o'qmushida. Xaloyiq, tez beringlar. Yomini ep ketyapti. Yomi! Yomi! Uni qayerga borsizlar? Nahiye gapiramiz. U qasddan odam o'ltirmidi. Yurtdosh, qandoq ekanligini nahiyaga borganda aniqlaymiz. Yomi. Yenge. Yomi. Ay, Yomi! Yenge. O'tinib qolay. Ota-onamga qarab qo'ying. Kenja akamgami? Qarayman. Xotirjam bo'ling. Yomi, xotirjam bo'ling. Men dadam opamla og'ini, samazg'ini obdan qarayman. Seni ko'ra ko'zim yo'q. Darhol yo'qol. Yo'qol. Yomi! Nertro.
Jokur, tönügen Anjo'ga hücum qilayli desam, nemishqa bo'lmaydi deysan? Sen bilemse bilmemse. Anjuda azatlık aleminden bir zerbidarlarını köpeytilipti. Sen tuxumni taşqa uray demsen. Karim yo'q, az bo'lsin mayli. Ziyan tatlıdan soğutlunu kılsan sen ha. Ey, bunda karamlık kılsan, ha? Uzak kıvamayla bu adamlarından ayrılıp gelip özün yakki yiganı kılsan. Men bir tasda uchirgan mo'q go'shtni yemisam, ko'nglim tinmaydi. Kallağının derdi var mı o ya? Hey, mal boğuzlaştı mı? Tutkunlu tutup durduğuna yardımcı gerek o. Qandaq yordamchi? Demekçi boğulum. Lilavda kol astıdaki adamlarını başlap senin adamlarına birleşip çoğun iş kılışını oylagan. Sen meni Lilavda bilan birlash demoqchimisan? Şundak. Lilavda burulla seni yine atıp Johnny kan bu yaşını oylagan. Sence onunla yalgandırlam maqul dep qoy. Maqsadının nelik mal dünya ekanligini onunla paqatlaytma. Anjo hücum qilgan chaqda u haramliqni oldiga chiqarib qo'y. Shahar kirganda odamlarni ilib udul ochliq punktiga berib mal dunyoni bulab qoch. Mushunda cho'ng paydani qo'ldan beramsa? Bağlan seri ziyrak bo'lib ketibsan. Hatto Jogolyangni besib tushyapsan. Yoksa malik şu subudadaki ilqi yo'q albatta. Endi sen bana mushavir bo'lgin. Baqil. Hey, Wang Chokor. Necha kundan keyin men odamlarimni Fushan ibodatxonasiga boshlab berib, Lilavdalar bilan birlashay. Shunday qil. O Anjoga hujum qilishni o'ylab kelayotgan vaqtmi qistab qoldi. Cho'g'am! Qo'chi qechib ekan. Men uni tutib keldim. Nima? Mana haramliqni. Bu qanday gap zodi? Men bilmayman. Bugun uni bo'g'izlik etgan bo'lsam. Wang Chokor, ninglamsa? Ha? Cho'g'am! Qo'chi degan haramliqni bog'lab qo'ydim. Cho'g'am, qara. Uni o'ldirayli. Uni o'ldirayli. Qo'chi, sen kommunistlarga xabar yetkazmoqchi eding? Xabar yetkazishga haddimmi men? Ama sen nima ishqa qochsan? Men rahim qilib, men yurtimga ketay degan. Yurtingmi? Bu oson ishqo. Menga deb qo'ysanglar bo'ladi-ku. Bu atrof boshlig'i o'tirib qolay, yurtimga berib kelay. Yurtingga ketgung bo'lsa, birlik kuchsam, yurtingga ketalaysan-ku. Bu atrof boshlig'i rahim qiling, men Luying bozorga emas, o'z yurtim Chunglayga ketay degan. Bu degan Luying tigi. Men xo'jayin. Qaysi yerga ketishingni sen belgilamsan yoki men belgilamdim? Siz belgilaysiz. Bu atrof boshlig'i rahim qiling, yurtim Chunglayga men ketib olay. Wang Chokor, uni qanday qilsak bo'la? Wang begim, meni yaxshi gapimni qilib qo'ying. Bu atrof boshlig'i meni tilayverin. Bu atrof boshlig'i bu yoqqa kelgina. Maqra. Sen bu haramliqni yurti Chunglayga ketkin qo'ygan. Wang Chokor, sen uningga rost yordam qilamsan? Bu sening savobli ishqining bo'pqasi. Savoblik ishni sen qilgan bo'lamsan yoki menmi? Albatta sen qilgan bo'lasan-da. Wang Chokor, bundaq ahmaydigan gapni qilganingning foydasi yo'q. Wang Chokor, agar gapingni anglab, xo'chini qo'yib bersam, u seni shafqatchim deb qaraydi. Yaxshi ishning hammasini sen qilsang, odillik bo'lmaydi. Shundaqmi, birodarlar? Shunday! Wang Chokor, bu yoqqa kel. Nima deysan? Wang Chokor, bugun ko'zingni ochib qo'yay. Bu pichoqni ilib,
Onu öldürüp. Ya babayım. Ben adam öldürmeyim. Rast adam öldürmeyim. Bandı durup adam öldüremesen bu külkülük iş bulmamdı o. Onu öldürüp. Ya sen bilirsen o. Ben ömrümde adam öldürüp bakmagan. Yüzvanın hudunu sen öldürgen o. Vay. Ben sana ettim o. Ben onu öldürmegen ana balı ilişkisini oğurlukça kaçırarken. Bak ol. Sana işengen olay. Braderler, Van Çokur adam öldüremese bizden kaidimizge uygun kelmeydi o. Şundak mı? Şundak! Kaydige. Van Çokur, senin savadın ba. Su boyda diyen kitapını okugan mı ya? Ha, okugan. Liangshan köylüge Batur azmetler toplaşkan. Ulanın topağı koşulduğanlarının hemmesi adam öldürüp, çıkış yolunu üzüp, karakçı buluş iradesini bildirdi. Sen topumuzga koşulgan dikin, adam öldürmesen bulmaydı. Şundak kılgandala, sen bizden ölsümü niyetidin yanmaydıgan kıyamet buraderimiz bulalaysan. Şundak mı? Şundak! Ben adam öldürmeyim. Rast, ben adam öldürmeyim. Öldüremsen yok. Yok, ben adam öldürmeyim. Tatok! Ha! Huçini işi ver! Hop! İnşallah! Onu bıçakla git! Ne? O ne? Üste! Üste! Ana! Önce bir o, bıçakla be! Bana çokor! Huçi! Kaysın hayat kalımen desem! Karşı tarafını öldürüp etiş! Mana bunu acizlar küçüklerge yem buluş deymiz! Van Çokor! Onu öldürüp! Huçi! Onu öldürüp! Huçi! Van Çokor! Öldürüp! Muhabbet başlığı! Ben adam öldüremeyim ben öldüremeyim ben! Uçi! Öldüre! Ben adam öldüremeyim ben! Uçi! Beni öldürme Cuma! Oh benim! Beni öldürme Cuma! Öldürüşem sen yok! Öldürüşmesen putlarını okuyasan! Ya. Emisi öldüre! Yak! Luatet başlığı! Hükümet evetken işmiyor! Ne dedin? Hükümet evetken işmiyor! Onu bağlala! Kıvırma! Şöyle. Doğru kayıntıp atamsız. Ha, Pan aka, kep qapsizg'u. Dadınız qandaqroq? Xeyli yaxshi. Sen vaz ko'rinmaydi-g'o. Bolalar bilan mukishmak o'ynag'ili ketdi. Uyda yolg'iz qoldingizmi? Pan aka, choy ichimsiz, choy damlab beray. Men choy ichmayman. Mancho,
siz bilan konuşup o'ltirishqib bakli amroq. Ha? Shoyu. Sizni bakli sevdim. Panaka, siz Yovmiyga kamchilik qilamiz degan. Uni yemin nemish qilib ketadi. U odam o'ltirgan. Bir mezgil qamab qo'yib, so'roq qiladi. Biroq bu bir shakl. Uzun o'tmaydi uni qo'yib berdi. Ishonmayman. Hay, bo'ldi. Uning gapini deyishmayli. Yanala o'zimizning ishini deylik. Bizning nima ishimiz bor? Hay, men bugun bu yerga sizga deb qo'yay deb keldim. Endi uningdan ajrashiman. Mana, ajrish iltimosini yezib bo'ldim. Siz boya Yovmiyni qaytib keldi degan-ku. Yana nima ish qilasiz? U qandoqmi qaytib kelalaydi? Qaytib kelaman-da. Qaytib kelgan taqdirdimi, uningdan cho'qim ajrashiman. Hozirla Liloshan bilan ko'rishib, uningga Liyominning o'rnida barmoq bostirib, ondan buningga yezliq mahkamaning tamoqsini bossamla kuchga ega bo'ladi. Yo'q. Chiqmang. Dadam texsa qaymadi. Uningga alam qilmang. Siz qachon ajrashsiz? Men bilmadim. Ajrish iltimosingizni kechiktirmay darhol yozing. Ajrish iltimosini yozsangiz, men qizil tamog'ini bossam, siz yilq sarangdan qutulib ozodlikqa chiqasiz. Men hozir ajrashmayman. Birodarlar, hushyor turib, jangga tayyorlaninglar. Yo'qlar, jangga tayyorlaninglar. Eyta, sen kompartiyaga qandaq ishpin bo'lding? Men kompartiyaga ishpin bo'lmadim. Men ishpin emas. Xo'ja, Eyta. Men bilmayman, u qanday ishpin bo'ldi ekan? Nima? Sen uni kompartiyaning ishpini degan-ku. Meni aldidingmi? Yo'q, oldimmi deyam. U o'zi shunday degan. U kompartiya meni ishlatdi. Keyin Nung'un bozorida o'lik o'chaqliq bo'lishingga urdik qilaman degan edi. Bangchoqor, uning nima deysan? Men bunday deb baxmadim. U aramliq to'qiyotdi. Men to'qimidim, rasman to'qimidim. Loatrat boshlig'i. U aramliq qaychini qaçmoqchi bo'lgan deydigina. U menga siz bilan taqdi bandit bo'lsam, kompartiya tutib olsa, tugashkinim shu degan. Men bu haramlikni aldab, kompartiya bizni tutib olgan taqdirdimi? Kallisidan ayrılıp qaldığını yanılı men bo'laman. Sen odatdagi bir choparman, kallangdan ayrılıp qolmaysan dedim. Men hayotli bo'lsam, o'z iqtidorimga tayanib, seni o'lik o'choqliq qilib qo'yaman dedim. Men shunda deb uni oldidim qandaq? Aka, Xo'ja o'lishkin ras qaçmoqchi bo'lgan. Xo'ja. Cho'qim yolg'on so'ziding. Yo'q. Loatrat boshlig'i Wang Cho'qur Linovdagi bergan yilqi xarita saqta. Nima? Xarita? U jiletkisiga yo'shirib qo'ygan yilqi narsa. U pulchik emas. U Linovdalarning aniqlash xaritasi. Bangchoqor, meni aldab kelsan-da? Sizni aldabdi men. Jangal meni aldabdi. Men izchil turdi. Jiletkiga yo'shirib qo'ygan pulchiki debdi men. Sen meni Anjuga jiletkini akilishga avatganda, jiletkini daqib qirsam, ichida nima pulchiki bo'lsin? Ana qilish xaritasiga xarita.
Men aslida qaytishdan burun bundoq Longyin bozoriga berib, Yemfa'ning apsini yo'qlab kelay degan. Lekin pandimchak meni tutib oldi. Yeni xarita izchil mening yenimda turdi. Hech narsa olmadim. Uningga kommunistlar bergan. Vang Cho'qir, bu rasmo. Kommunistlar bergan bo'lsa, kommunistlar uni qanday qo'lga tushiribdi-ku, men qilay degina. Sen kommunistlarga bergan. Nima? Kommunistlarga men berganman. Yo'q. Bu aramliqni gipi faqatlik o'ylashmayotdi. Birdam xaritini kommunistlarga meni bergan deydi. Birdam unda emas deydi. Kommunistlarga ma'qul men bergan bo'lsam, ular meni qamab qo'yamdi. Burunla xizmat ko'rsatdi deb meni taqdirlamabdi. Baqla, vajim yo'q. Sizlar Longyin bozoriga meni qutqizg'ili borganda men qamoqqa qo'ydim. To'g'ri. Sizga xo'chi qaror tutgan. Loatrat boshlig'i unutib qolma. Xo'chi yeziliq mahkama xalq askarlari atratining muavin boshlig'i. Uning maqsadi biz bilan hargiz o'xshash emas. Yo'q. Loatrat boshlig'i, men muavin atrat boshlig'i emas. Mening maqsadim sizlarnikiga o'xshash. Maqsading biznikidek bo'lsa, nima deb qaçsan? Agar men kompartiyaning ishini olsam, Azodlik armiyaning oldida jang deyish banditlarni qarshi ilib, Azodlik armiyani qo'g'lib o'taylik degan lozungini chiqara olamdim. Men jang o'yinjoqning rasmini yostiqning ostiga yo'shirib qo'ya olamdim. Lilovdaning tashviq varaqini ilib, hammaga taqta olamdim. Gap bilan uni tarqatmadim, qavrsalga qapirib ko'ydiribdi. Albatta, bu aramliq menga pul vermagan ekan, albatta uni katmini chopmayman-da. O aramliq meni pash qilgan aslida senkansan-da. Men emas deb baqaqini. Loatrat boshlig'i. Bunda munofiqqa hargiz rahim qilma, juma. Uni o'ldiraylik! Uchi, niyetim intayin qarikkan olsun ya! Niyetim qaramas! Aslında canından toyupsan ha! Loatrat boshlig'i, Vang begim, rahim qiling! Loatrat boshlig'i, Vang begim, rahim qiling! Vang Cho'qir, bu odam tishlaydigan itni o'zing o'ltirgan. Yo'q. Men o'ldiraman. O'rningizni men o'ltiray. Vang begim! Rahim qiling, Vang begim! Loatrat boshlig'i, rahim qiling! Biyov aka, rahim qiling! Vang Cho'qir, og'rang bak yumshoqkan. Uni ish yo'tala.